Assalomu alaykum. Bola puli asossiz to'xtatildimi? Huquqingizni talab qiling. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga bola nafaqasi 12 oy muddatga tayinlanadi. Ijtimoiy xodim yoki biron bir mutasaddi o'zboshimchalik bilan nafaqani muddatidan oldin to'xtatib qo'yishga mutlaqo haqqi yo'q. Agar nafaqa tizimdagi texnik omillarsiz xodimning xatosi yoki noqonuniy qaror tufayli to'xtatilsa, bu qonun buzilishi hisoblanadi. Nafaqa aslida qaysi hollarda avtomatik ravishda rad etiladi? Agar oilada quyidagilar loaqal bittasi mavjud bo'lsa, tizim nafaqani o'zi rad etadi. Avtomobil. Birinchisi, ishlab chiqarilganligi 7 yil to'lmagan yangi avtomobil yoki muddatidan qat'iy nazar 2 va undan ortiq mashinasi bo'lsa. Ikkinchisi, ko'chmas mulk. Oila a'zolari nomida 2 yoki undan ortiq uy, kvartira yoki noturar joy bo'lsa. Uchinchisi, yer maydoni belgilangan me'yordan ortiq tomorqa yoki dehqon xo'jaligi yeri bo'lsa. To'rtinchisi, rasmiy daromadi yo'qligi. Oilada mehnatga layoqatli, lekin ishlamaydigan va bandlik markazida ro'yxatdan o'tmagan oila a'zosi bo'lsa. Bola parvarishdagi va talabalar bundan mustasno hisoblanadi. Qonunbuzar xodimni qanday jazo kutmoqda? Nafaqa va ijtimoiy to'lovni tayinlash hamda to'lash tartibini buzganlik, ularni asossiz to'xtatib qo'yganlik uchun mas'ul xodim quyidagicha jazolanadi. Birinchisi, ma'muriy jarima. Mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravarigacha jarima. Xuddi shu huquqbuzarlik 1 yil davomida qayta sodir etilsa, bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan 30 baravarigacha jarima. Ikkinchisi, intizomiy jazo. Mehnat kodeksiga asosan xizmat vazifasiga sovuqqonlik bilan yondashgani uchun xodimga hayfsan oylik ish haqining 50% gacha miqdorida jarima berilishi yoki ishdan bo'shatilishi mumkin. Nafaqa asossiz to'xtatilsa, qayerga murojaat qilish kerak? Muhim, huquqingiz. Agar tekshiruv natijasida nafaqa haqiqatdan ham xodimning xatosi yoki asossiz qaror bilan to'xtatilgani aniqlansa, davlat sizga to'lanmay qolgan barcha oylarning pulini to'liq qaytarib to'lab beradi. Quyidagi idoralarga rasmiy shikoyat yuboring. Ijtimoiy himoya milliy agentligining ishonch telefonlari, ya'ni 1140 raqamlariga, prokuratura organlariga 1007 raqamiga, onlayn tarzda mygov.uz yoki prezident virtual qabulxonasiga 1000 raqamlariga qo'ng'iroq qilib murojaat qoldirishingiz mumkin. Huquqingizni biling va talab qiling. Yaqinlaringizga ham ushbu videoni ulashib qo'yishni yoddan chiqarmang. E'tiboringiz uchun rahmat katta.